Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, Muslim Chorva kanalining ashaddiy obunachilari. Bizni yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, nasldor xunajin va nasldor buqa ishqibozlari akalarim. Bugun 22-iyun hafta kuniga yakshanba. Videomiz Andijon viloyati Sharxon tumanidan, o'zimiz xonadondan akalarim. Toza shved xunajin so'raganlarga toza shved xunajin bor, rossiyskiy so'raganlarga rossiyskiy buqachamiz bor. Uka, xunajin kerak, xunajinni zo'ridan, shvetidan olib keling deganlarga mana. 1 yashar, 2-3 oy yetalab turib, qochirib 5-6 oylik bo'lib qolsa, xudo xolasa 40-45 millionga tortib yuboradi, xudo xolasa. Mana kecha tuqqan sigirlarni chiqardik-ku akalar. Videoni ko'rsanglar, birinchi tug'sa, birinchi tug'ma 50 million so'mdan chiqardik. Shunaqa xunajinlar edi 1 yil oldin. 1 yil oldin arzimagan pulga olingan xunajinlar edi. Mana hozir 1 yildan keyin 50 million so'm bo'lyapti. Aynaqa toza savayskiy xunajinlar akalar. Xudo xolasa 40 million so'm bo'ladi-da. Inshaalloh 7-8 oylik qonida bola bo'lib qolsa akalar. Mana. Yelinni qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Yelinlarni ham jami xunajinni zo'r tushunolmayman-ku. Mana. Kimgadir ma'qul bo'lsa, faqat talablar uchun, talab qilganlar uchun xunajinni zo'r. Bo'ylari 1.20 plus minus 1 sm bo'lishi mumkin akalar. 1.20 plus minus yosh oylar 1 yashar. Endi mana buqachamiz bor. Mana. Ko'ringlarchi. Mana. Kecha rossiyskiy porodalar chiqardim. Endi 9-10 oyligi ular, 9-10 oylik edi. Uka, sal kichikroqlarni olib keling. Pul yengillardan deganlar uchun mana. Pul yengili bor. Bitta so'raganlar uchun mana. 3 oylik sutdan chiqqan. Hamma yo'q joyida, etlari ham o'rta holatda, yebishi ham zo'r. Qaranglar, boshini ham ko'tarmayapti. Mana. Mesni molni puliga. Mana, akalarim, mana shu buqacha. 3 oylik, bo'ylari 92 sm chiqyapti. 12 million so'mga bo'lsa, akalar, ma'qul bo'lsa, dastlabkasi vodiy bo'ylab tashlab beramiz akalar. Bo'lishini aytayapman, xayrida bilmayman, kelishamiz. Oz-moz xayri bor. Faqat bo'lishini aytaman. Kimgadir ma'qul bo'lsa telefon qilinglar. Bu xunajinimizga 20 million so'm baho qo'ysak bo'ladimi akalar? 20 million. 20 millionga arziydi. Mana, eti ham zo'r, hamma yo'q joyida. Hamma yo'q kelishgan. Bunga 19 million ham emas. 18 million so'm bo'lsa, dastlabkasi vodiy bo'ylab. Qolgan viloyatlarga kelishamiz, dastlabkasini akalar. Dastlabka yo'q, dastlabkasini o'zingizlar berasizlar. Samarqand, Buxoro, Xorazm, Toshkent. Bizda dastlabka yo'q u tomonlarga, lekin yoqib qolsa, dastlabkasi kelishamiz. Xudo xolasa vodiyga dastlabkasi ichida 18 million so'mga olib beraman akalar. Kimgadir ma'qul bo'lsa telefon qilinglar. 20 million, 22 million yo'qni ortda aytishni keragi yo'q. 18 millionga ma'qul kelgan odam telefon qilinglar. Kelishamiz. Hammalar yaxshi qolinglar, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Yaxshi kunda ko'rishinglar akalar.